Yana sovg'a olib kelibdilar. Hozir sushi yami zakaz qilib yuborgandik. Maza qilib sushimizni. O'g'illari bilan ko'chaga chiqdilar qo'ymanglar. Bu menga Ezzaxon mana bunaqa yopishtiradigan rasm tashlab berdilar-da. Mana shunaqa olmoqchi edim. Ezzaxonga qaysinisidan olay dedilar. Ezzaxon, sen o'zingni ko'rsat. Qizim. Mana bu qaysi bir meniki-da? Men quchoqlashgan, a? Anisi Ezzaxon mana buni tanladi. Voy, menga ham olib kelib bering, men ham qilaman dedim. Menga mana bunisini tanlab kelibdilar. Ezzaxon o'zi tanladi. Muhammad aminga yo'qmi bunda? Orqasida o'zini mana bunaqa toshlari bor-da. Mana shu toshlarni yopishtirib chiqamiz. Voy, mana rasalligida. Voy, mana bunaqasini ham yasaymiz. Voy, rosa yaxshi ko'rinma shunaqa narsalarni yasashni. Orqada ranglar bor. Tayyor bo'lganda yana ko'rsataman. U nima ekan? Meniki. Ha, yozuv daftari matematika bilan. Ha, yaxshi. Yaxshi ishlab keldingmi, jonim? Ishlab nimalar olib kelding menga? Tarvuz olib keldi menga o'g'lim, chips olib keldi mana. Qaranglar, voy bolalar ishlasin ekan. Mana